Ovozi ham yumshoq, ishlashlari yaxshi. Ishlaringiz kelishi yaxshi bo'lmasa, mashinangiz yaxshi past qilish uchun mana bu knopkadan foydalansangiz bo'ladi. Juda ham zo'r. Men o'zim tekshirdim. Shangon brendidan S520 Y1 modeli. Bu yangilangan model. Ya'ni bu ipini qirqiydi. Y1 deganim ipini kesadigan mana bu yerda qaychili model. Mana orqa tomonda ko'rib turganingiz bu qaychisiz model. Ya'ni bugungi sizga tushuntiradigan tikuv mashinamiz qaychili modeli. Chevarlarimizni qaychini olib mana qilib qirqmasligi uchun qaychili tikuv mashinasini ko'rsatib, tushuntirib, afzallik tomonlarini aytib o'tamiz. Hozirgi kundagi bizni kuzatib borayotgan obunachilarimizdan kelayotgan savollardan biri, meni mashinamda mana bunga o'xshagan qulog'idan, ya'ni regulyatordan ikkita bor ekan. Bu nima vazifani bajaradi? Bunisi nima vazifani bajaradi? Mana bunisi nima vazifani bajaradi? Xo'p, keling, men sizga endi buni ko'plab chevarlarimiz aksariyat 90% biladi. Sababi ular eskidan shu mashinalarda foydalanib kelishgan va hozirgi kundagi chevarchilikni endi boshlagan chevar qizlarimizga, opalarimizga, singillarimizga yana bitta foydali video bo'lib qolsin degan maqsadda men tushuntirib o'taman. Pastdagi qulog'i bu aynan mana bu kelayotgan ipni ignaga yo'naltirishdagi bo'sh va qattiqligini belgilaydigan narsa. Ya'ni o'ng tomonga buragan saringiz ignaga kelayotgan ipni qattiq yumshoqligi shundan belgilanadi. O'ng tomonga burasangiz qattiqroq o'tadi, ipni kelishi qiyinlashadi. Chap tomonga burasangiz, ya'ni yumshoqroq bo'ladi. Yupqa materialga tikkaningizda agar tortib, skalatga berib, yig'ib qoladigan bo'lsa, chap tomonga buraysiz, ipni kelishi yumshoqroq bo'ladi. Agarda sizda qalin, dirab yoki jinsa materiallar tikayotganingizda, material tikkaningizda mana orasini ochsangiz ochilib qoladigan bo'lsa, unda mana qulog'ini o'ng tomonga buraysiz. Endi tepadagi qulog'i nima uchun ishlaydi, nimaga ikkita qo'yilgan degan savollarga buni yana tushuntirib o'tamiz. Agarda sizda mana shunga o'xshagan avtomat yoki pol avtomat, ya'ni mana bunga o'xshab qaychili tikuv mashina bo'lsa, qaychili tikuv mashinada chevarlarimiz ko'pi ipini kesganlaridan so'ng ignadagi, mana bu joyda ignadagi ip chiqib ketib qoladi. Mana shu qulog'ini bo'shatasiz, o'ng tomonga burasangiz qattiqroq bo'ladi. Bo'shatgan saringiz ignada kesilgan ipni uzun kaltalik uzunlashib boraveradi. Qanchaki bu joydan qisgan saringiz ignaga kelayotgan ipni kaltalashi boradi. Xuddi shu joyini belgilaysiz va mana bu joydan kelayotgan iplarni to'g'ri o'tkazishga harakat qiling. Agar iplaringiz kelishi yaxshi bo'lmasa, mashinangiz yaxshi tikmaydi, ya'ni ipni kesganingizda ham ignadan chiqib ketib qolish xatoliklari bo'lishi mumkin. Shangon brendimizdagi tikuv mashinamizni matolarini tikib tekshirib o'tamiz. Hozir bizda mana bunga o'xshagan qalin jinsa materiallarimizni ham taxlab qo'yganmiz va yupqa matolarni ham tayyorlab qo'yganmiz. Nima uchun bu mashinkani ma'lumotlarini berdik, tikib ko'rsatmaydigan do'stlarimizga mana hozir sizga tikib ko'rsatamiz. Ushbu tikuv mashinamiz ipini kesadi. Yana bir qator eslatib o'taman. Materialni qo'ydingiz, qo'yganingizdan keyin pedalni bosangiz. Ovozi ham yumshoq, ishlashlari yaxshi. Pedalni orqa tomonini bosganingizda, ya'ni ipini o'zi kesadi. Qalin yupqa joyiga kelganda qiynalmasdan tikib o'tdi. Mana bu aynan qalin joyi va bu yupqa joyi. Xo'p, bu matoyimiz bu yerda qoladi-da. Endi yana boshqa matoni ham tikib tekshirib beray. Bizda hozir har xil matolar bor. Mana bu endi shtapilmi, bilmayman, qanaqadir yupqaroq material. Buni ham tikib tekshiramiz. Matoni qo'ydik. Mana. Oldi va orqa ko'rinishi va setka materialimiz bor. Bu yupqa mamda qo'sh setka, mana setka materialni ham tikadimi degan do'stlarimiz uchun yana bitta video qilamiz. Xo'p. Materialni qo'ydik. Bir qavat o'zini tikib ko'raveraylik. Bir qavat qanchalik darajada tikadi. Ipni kesdik. Mana ko'ring do'stlar. Endi to'g'ri bir qavat materialda qiyin, hech kim bir qavat tikmasa kerak, lekin bir qavatni tikishi ham o'zi bir mashinaning yaxshiligini bildiradi.
Tikuv mashinamizni elektron qismiga keladigan bo'lsak, ya'ni mana bu tablolarga keladigan bo'lsak, bularni ham tushuntirib o'tishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Juda ko'plab insonlar bu mashinani xarid qilgandan keyin ushbu knopkalarni qaysi paytda, qaysi mahal foydalanishimiz kerak deb savol berishadi. Savollarga javob degandek, qarang, ushbu tikuv mashinamiz tezligini baland past qilish uchun mana bu knopkadan foydalansangiz bo'ladi. Yana bir narsani eslatib o'taman. Zavod standarti o'zi asli tezlik 3700 bo'ladi, eng balandi. Bu mashinkamizni yana mana bu yerdagi ustalar orqali, mexaniklar orqali tezligini 5000 gacha ko'tarsangiz bo'ladi. 5000 tezlikgacha mashinka chidaydi. Shunga moslangan, lekin standart bo'yicha 3700 ga moslab chiqargan mana bu yo'l. Xo'p, endi bu knopkamiz nima vazifani bajaradi? Bu aytganimdek, o'sha yoritish chiroqlarini, mana bu tomonda turgan yoritish chiroqlarini o'chirib yoqasiz mana. 3 xil 4 xil ko'rinishda o'chib yonadi. Ya'ni yarki, xira, 1 2 3 4 degandek. Bu qaytish sistemasini o'chirib yoqish. Mana qaytish sistemasi o'chdi. Bu yerda hech qanaqa qaytishning rasmi chiqib turmaydi. Mana bosasiz, mana 10 bo'ldi. Bu ya'ni yonib degani. Bu knopkamiz ignani pastda yoki tepada qolishini belgilaydi. Pozitsiya degan joyi bor. Ya'ni bu tomonda, yon tomonda magnitni o'sha o'zini belgilagan joyda to'xtashni belgilaydi. Ya'ni yo igna pastda qoladi yoki tepada qoladi. Mana tepada, buni pastda. Pastda qolgani yaxshi. Xo'p, endi P knopkaga kirsangiz, P 01 bo'lib 02, 03, 04, 05 bo'lib ketadi. S knopka endi o'shani saqlanib qilib chiqib ketish degandek. Xuddi shunga o'xshab foydalansangiz bo'ladi. Bu joylarini aynan PS knopkani bosmaslikni tavsiya etaman. Sababi programmani ichiga kirganingizdan keyin parametrlarni o'zgartirsangiz, hattoki motori orqaga aylanib qolishi ham mumkin. Shunda chevarlarga qiyin bo'ladi. Bu joylarni imkon qadar tegmaslikka harakat qilasiz. Mana bu joylari bir xil ketaveradi. Chokini katta kichik qilish 1 mm dan 5 mm gacha. Aytganimdek, mana zakripkasini sal pastroqqa bosib turib, burasangiz yumshoq, yengil bo'ladi. Shangon brendidagi S520Y1 modelida bo'lgan barcha foydali tomonlarni sizga tushuntirib o'tdim. Tikuv mashinamizni foydalansangiz, haqiqatdan puliga yarasha xizmat qiladi. Kafolatga keladigan bo'lsak, kafolatli elektron qismi, ya'ni bu tomondagi motor qismiga 3 yil kafolat beriladi. Mexanitskiy tomoniga 1 yil kafolat beriladi. Ya'ni mana bu yerdagi mokkidondan tashqari ichki tomonda shestronka tomonlardan, qatlardandir muammo bo'lsa, bexijolat o'sha joylarni biz o'zimizning servisimiz orqali remontlarni qilib beramiz. Do'stlar, tikuv mashinani narxiga keladigan bo'lsak, narxlari endi har xil o'zgarib turganligi uchun pastda nomer qoldirdik. Nomerlarimizga aloqaga chiqib, manzilda aytsangiz, manzillarda ham kelishib turib, Toshkent shahar ichida ustanovka dastlabki xizmatlari ham bor. Tikuv mashinamiz 25-yili aytgandek Shangon zavodining 60 yilligiga bag'ishlab chiqarilgan. Juda ham zo'r. Men o'zim tekshirdim. Yaxshi mashinka bo'lganligi uchun sizga ham tavsiya qilyapman. O'zi qiziqtirgan savollar, takliflar bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, aynan shu mashinkadan olaman degan do'stlaringizga yoki mashinka olishim kerak, qaysidan olay ekan deb ikkilanayotgan do'stlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Sizlar bilan Nurlar O'zboyev yana shunga o'xshagan yaxshi tikuv mashinalarni video obzorini qilishda keyingi videogacha xayrlashib qolamiz.